yuzingizga nima qildi deb so'rashyapti-da, aytgan bo'lsam ham. Jolti peeling qildirdim yuzimga. Bir haftada terisi tushadi. Shu bir hafta 10 kun ichida terisi tushadi. Keyin o'ziga keladi yuzim. Peelingni foydasi nima deb so'rashibdi-da. O'g'ridan qolgan ozgina dog'lar qoladi-yu, o'shalarni ketkazadi. Keyin melke marshinka ajinchalar bo'ladi-yu, o'shalarni yo'qotadi. Shunaqa, terini yangilab beradi. Cho'ta kartoshkasini qizimagan yoqqa qovuribdi shekilli. Yog'li shunaqa.